Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari. Futbol telekanalida Yevrotur ko'rsatilgan efirda va biz doimgidek o'tgan hafta dam olish kunlari bo'lib o'tgan futbol o'yinlarini tahlil qilamiz va aynan mana shu maqsadda bugun studiyada hamkasblarim jam bo'lgan Zuhriddin Qilichev, Abror Jo'raqulov hamda Orif Tolib bilan birgalikda demak bo'lib o'tgan o'yinlarni tahlilini amalga oshiramiz. Birinchi bo'lib demak endi ko'rsatuv Yevrotur, lekin Yevropa futboliga o'tishdan oldin Osiyodagi bir muhim turnirga ham e'tiboringizni qaratamiz. Ya'ni Osiyo Elit Chempionlar Ligasi yangicha formatdagi turnir mana o'z yakuniga yetdi. Biz o'tgan hafta dam olish kunlarida final o'yiniga guvoh bo'ldik. Va aynan mana shu turnir haqida dastavval gaplashsak. O'zimman keling turnir o'sha yangicha formati qanchalik o'zini oqladi, shundan boshlasak va keyin final o'yiniga o'tamiz. O'z Osiyoda mana bunday musobaqalarni o'tkazish ancha qiyin. Sababi masofa olis. Oldin ham o'sha ikkita mintaqada o'tkazilar edi, g'arbiy sharqiy, elita ham xuddi mana shu holat davom etdi va farqli tomoni o'sha chorak finaldan boshlab markazlashgan holatda Saudiya Arabistonida o'tkazildi. Asosiy o'zgargan jihati bu moliyaviy mablag'lar, mukofot pullari anchagina katta. Bu Saudiya jamoalariga, arab jamoalariga u qadar katta mablag' bo'lmasligi mumkin, lekin qolganlar uchun, masalan, O'rta Osiyo yoki mana shunday davlatlar, Eron jamoalari, menimcha Sharq mintaqasi uchun ham ancha yaxshi mablag'. Sifatli legionerlarni olib kelib o'ynatishga intilishdi. Shu tomondan ancha e'tiborni tortdi va katta-katta yulduzlar Saudiya Arabiston jamoalari sharafini himoya qildi. Lekin markazlashgan o'yinlarda baribir o'sha hududni muxlislari ko'proq stadionlarga tushishdi, lekin qolgan hududlardan kamroq muxlislar kelishdi. Bu tomoni biroz salbiy. To'liq qaysidir ma'noda Yevropadan ko'chirilgan edi. O'sha Yevropa Chempionlar Ligasi yangi formatga o'tdi va Osiyo Elit Chempionlar Ligasi arab jamoalari uchun qilindi qaysidir ma'noda va yakunda arab jamoasi yutayapti. Bu ham o'sha pulini to'lagan musiqani eshitmoqda. O'zim ham markazlashgan holatda o'tgan o'sha chorak finaldan boshlab ko'rdik o'yinlarni. Baribir katta jamoalar o'yinlariga tashrif buyurishyapti muxlislar. O'sha Qatar yoki klubi yoki Yaponiya klublari ishtirokidagi o'yinlarda juda ham stadionlardagi muxlislar soni kam edi. Fikringizga qo'shilaman. Lekin o'tgan o'sha avvalgi formatda final ikkita o'yindan iborat bo'lardi. Bir tarafdan qiziq bo'lardi. U jamoa stadionida ham, bu jamoa stadionida ham. Shunisi, ya'ni finalning o'zini men nazarda tutyapman. Menimcha o'sha format qiziqroq edi final bo'yicha. Bu safar bitta o'yindan iborat bo'ldi. Endi yomon o'tmadi final. Unda Al-Ahli jamoasi, Saudiyaning Al-Ahli jamoasi Kawasaki Frontale bilan kuch sinashdi. Aslida ko'pchilik o'zi An-Nasrni kutgan edi. Hattoki An-Nasr bilan Al-Hilolni kutgan edi. Haqiqiy o'sha klassiko bo'lishini kutgan edi, lekin kutilmaganda yarim finalda ikkalasi ham qoqilganiga guvoh bo'ldik. Xo'p, kimda yana qanaqa fikr bu turnir bo'yicha? Turnir bo'yicha masalan, hozir Al-Ahli yutgani bir tomondan adolatdan ham deyish mumkin, chunki jamoa yaxshi tashkil topgan, yaxshi tuzilgan va bu yerda futbolchilar transferdan tashqari murabbiy ham juda yaxshi tanlangan. Endi Al-Nasrda ham ishlar yomon emas, Al-Hilolda ham yomon emas, lekin Al-Ahlida asosan yoshlardan olib kelingan jamoa. Matthias Yaisli bu inson Germaniya futbol maktabi tarbiyalanuvchisi hamda Germaniya murabbiylar maktabi tarbiyalanuvchisi. Aslida u Red Bull tizimi biz bilamiz, u juda ko'plab futbolchilarni yetkazib bergan. Salzburg orqali yoki Leipzig orqali umuman Red Bull juda ko'p qit'alarda bor hattoki. Aynan o'sha Red Bull tizimida yetishtirib berilgan murabbiylardan biri Yaisli. Aynan shu Yaisli yutib ketdi. U faqat bu yerda emas, o'zi aslida Salzburgda ishlab yurgan vaqtda uni Yevropaning top jamoalarida kutishgan, lekin keyinchalik Saudiyaning taklifini qabul qilib bordi. Rostdan ham u murabbiy o'laroq, yosh murabbiy o'laroq futbolga ko'plab yangilik kiritadi va izlanuvchan murabbiy. Va Saudiyaga kelgan zahotiyoq u top jamoalarni yuta olgan. Mana Al-Hilolni yarim finalda yutdi, lekin u o'tgan mavsum allaqachon Al-Hilolni ham Al-Nasrni ham yutib bo'lgan. Ya'ni o'yin tomonlama katta o'zgarish kiritdi. Bu jamoa aynan Al-Ahli hozir Saudiya chempionatida ishlari yaxshi bo'lmasa-da, umumiy holatda top jamoalardan umuman qo'rqmaydigan klub shakllantirilgan, jamoa shakllantirilgan va haqli ravishda yutdi. Chunki o'yini rostdan kuchli. Bu yerda tizim bor. Al-Hilolda yoki Al-Nasrda nisbatan yulduz futbolchilar ko'proqdir. Lekin bu yerda ham yulduzlar, yulduz bo'lib ham qanaqa mehnat qiladigan o'sha Kessela, Firmino kabi yulduzlar yig'ilganda, Grimaldo masalan olishimiz mumkin, qanday chiroyli gol urdi. O'sha yulduzlarni boshqaruvchi, futbol qurib beruvchi murabbiy ham olib kelgan. Shu uchun ham Al-Ahli kuchliroq bo'lib chiqdi. Endi balkim
Nasr finalga chiqqanda u yerda umuman boshqa xarizmadagi, boshqa xarakterdagi futbolchilar borligi evaziga yutib ketardi, bilmadim, lekin yo'l ham qulay keldi, lekin bu yo'lda oson raqiblardan ham o'tgani yo'q. O'zi umuman Al Ahli birinchi bo'lib mana shu qit'a g'arbiy mintaqada eng birinchi bo'lib play-off yo'llanmasini qo'lga kiritgan jamoa. 8 talik ichida boshida play-off yo'llanmasini qo'lga kiritdi, keyin natijalar yomonlashib pastga tushib ketdi. Lekin eng birinchi bo'lib play-offga chiqqan jamoa, ya'ni u yaysli jamoa bilan kerakli natijani vaqtida qayd etib qo'yapti. Ha, chindan ham o'sha mana finalda gol urgan Galenoni ham aytgan bo'lardim. Portuda zo'r ochilgan edi. Zo'r ochilgan, esimda bor. Orif, sizda qanaqa fikr? Men yarim final haqida gapirmoqchiman. Final bo'yicha aytilgan Abrom fikrlarga qo'shilaman. Finalda yana bitta narsani ko'rsatib berdi. Baribir o'sha Sharq va G'arbni to'qnashuv bo'lgani yaxshi bo'ldi. Bitta uchrashuvda o'tgani yaxshi bo'ldi. Kawasaki ham yomon jamoa emasligini, Saudiya klublariga bir necha karra, balki 10 karra kamroq byudjet bilan yaxshi jamoa shakllantirish mumkinligini yarim finalda isbotladi. Nasrga qarshi o'yinda men bir favqulodda ustunlikni Nasrda ko'rmadim. Ya'ni harakat qildi jamoa. Afsus yana Cristiano Ronaldo uchun uni rostdan ham finalda kutgandik. Chunki yarim finaldan keyingi o'sha harakatlar, yarim finaldan keyingi uni o'zi bilan o'zini suhbati yana bir marta ko'rsatadiki, u telba, ya'ni futbol devonasi va to'ymayapti. Og'ir Cristiano Ronaldoni hozir nima tasalli berish, Ronaldoga tasalli berish u qanaqadir g'alati ko'rinadi. Keyingi faoliyatda omad tilaymiz. Qayerda bo'ladi, qanday bo'ladi bilmaymiz u. Biroq baribir Saudiya klublariga nisbatan baribir ko'rsatib berdi. Yaponiya klubining o'sha g'alabasi oddiy nomlar bilan. Endi maqsad Saudiyada bu titullar yutish emasda, ularning maqsadi mamlakat imidji ko'proq va bunga erishyapti. Turnirlarni o'zida mezbon sifatida olyapti. Sayyohlar oqimi bo'yicha statistika chiqdi. Saudiya o'sha mintaqadagi eng yaxshi mamlakatga aylanibdi. Va bu maqsadlarga erishayotgan ekan, turnirlardagi natijalar ham yomon emas. Mana Al Ahli qo'lga kiritdi va Abrorning o'sha gapiga qo'shilaman. Bitta qiziq jihati ham bor ekan. Al Ahli 2 yil avval Saudiya 2-ligasiga tushib chiqqan jamoa ekan. Shunisi ertaknamo bo'libdi. Ya'ni shunaqa videosi ham chiqdi-ku, Saudiyani o'sha bizni Pro ligamiz darajasidagi quyi ligasida chempion bo'lganda futbolchilar nishonlamagan ekan. Kubok beradi-yu qo'liga. Shunda joyiga qo'yib, umuman bayram qilishmagan, namoyishkorona chiqib ketishgan. Bizni joyimiz emas bu. Biz hali yuqorida natija ko'rsatamiz deb turib, yuqorida qiyin bo'lyapti-yu Pro ligada, ularni Saudiya Pro ligasida, ammo mana Chempionlar ligasida g'alaba qozondi. Rostdan ham tarkibi juda aqlli shakllantirilgan klub. Masalan, hamma Saudiya klublarida ham unaqa emas. Hilolda shu muammo hozir oyog'idan tortyapti. Tarkibda Neymar borligi vaqtida demoqchiman-da, Neymarni olib kelishdi. Boshqa bo'ldi, keyin Neymar ketdi, natijalar pasaydi, murabbiy bilan muammolar bo'ldi. Nasrda ham qisman shunaqa. Al Ahli munosib jamoa edi, chempion bo'ldi. Al Nasrdan o'sha Kawasaki bilan o'yinni sharhlab borgandim. Baribir balans yo'qdi hali ham jamoada. Qanaqadir 5 ta hujumchini tushirdi, oxirida Vabankka bordi. Lekin o'sha legioner futbolchilar emas, mahalliy futbolchi gol urib berdi. Shu uzoq masofadan Ayman Yahyoyda adashmasam gol urib berdi. Ya'ni baribir legionerlarni olib kelib bergan bilan, lekin ular bilan bitta balanslashgan jamoa tuzilmasa, yulduzda hech narsa qila olmas ekanda. Bu yaqqol ko'rinib qoldi. Chorak finalda braziliyaliklar hal qilib berdi-da. Legionerlari hal qilib berdi. Ha, Duran bilan Ronaldo ham urdi. Legionerlar. Ha, Al Nasr haqida gap ketyapti. Hozir Kawasaki nazarda tutdi. O'zichi Kawasakini. Lekin to'g'ri, braziliyalik futbolchi rostdan ham Al Nasr bilan o'yinda zaxiradan tushib, shu 3-golga sababchi bo'ldi. Yo'q joydan adashmasam Simakanni aldab o'tib ketdi. O'sha markaziy asosiy himoyachisini aldab. Yo'q. Cityda o'ynagan himoyachisi kim edi? Laportni aldab o'tib ketdi. Markaziy himoya. Va yo'q joydan gol qilib berdi. Rostdan o'zi tizim yo'q. Masalanchi Al Nasrga Kawasaki tushganda juda qulay tushibdi. Bo'ldi, chempionlik sari yo'l ochildi deb o'ylagandim. Chunki Kawasaki mana guruh bosqichidagi o'yinlarni sharhlaganmiz, ko'rganmiz-ku. Kawasakining finalga chiqishini to'g'risi guruh bosqichida taxmin qila olmasdik. O'zi ularda bitta jamoa, Xitoy jamoasi chetlatilib, nimalar bo'lib, yo'l ochilib kelgan jamoada o'yin 0 edi qo'pol aytganda. Lekin Al Nasr bilan o'yinda balkim Al Nasr mensimagandir sal. Bular qaytamga ko'proq mehnat qildi. Endi baribir o'sha murabbiy ham mahalliy, futbolchilar ham ko'pchiligi mahalliy, mehnatning evaziga ham yutib ketdi. Ham ba'zida realizatsiya ham undoq qarasa omad ham deb aytsa bo'ladi. Deyarli har bitta aniq zarbasi gol bilan tugandi. Nima deydi? Yo'llangan zarbalar ham to'xtatmasdan yo'llangan zarbalar. Qanaqadir murakkab trayektoriya bilan kirib ketdi. Darvozabonga Bentuga hech narsa qolmadi, hech qanaqa imkoniyat qolmadi. Endi keling Yevropaga o'tamiz. Xo'p, Angliyadan boshlasak. Angliyada to'g'ri unaqa katta voqealar ko'p bo'lmadi. Markaziy uchrashuv Chelsea Liverpool o'yini bo'ldi.
bu o'yinga o'tishdan oldin mayli keyin City bilan Wolverhampton haqida ham gaplashsak, City sekin-sekin yuqoriga ko'tarilib kelyapti. Mana ikkinchi o'rin bilan endi farq 3 ochkogacha qisqardi. Arsenal kutilmaganda Chempionlar Ligasini o'ylash oqibatida yana bitta o'yinda boy berdi. Cityda lekin bizni biroz xafa qilgan tomoni bu safar hattoki qaydnomaga ham kirmadi Abduqodir Husanov va uni atrofida yana mishmishlar ko'paydi. Ko'pi asossiz, o'sha hattoki agentlar ham aytishyapti. Endi Barselona bilan bog'lashni boshlashdi. Undan tashqari Italiyada o'sha Juventus bilan bog'langan variantlar bo'ldi. Turli xil xabarlar chiqyapti. Shunga ham qisqacha to'xtalib o'tsak, Zuhriddin, insider ma'lumotlar bo'lsa agar. Insider ma'lumotlar-ku yo'q, lekin futbolchining o'zida barchasi joyida, mashg'ulotlarda ishtirok etyapti. O'zi Gvardiola ham aytib o'tgandi, tarkibda umumiy qaydnomadagi o'yinchilar soni ko'paydi. Jarohatdan qaytganlar va jarohatlanganlar paytida asosiy jamoaga o'tganlar, sotib olinganlar va umumiy qaydnoma ancha kengaydi. Tarkib kengaydi va mana shunday vaziyatda kimdir umumiy qaydnomadan o'rin olmasligi mumkin. Menimcha juda bir fojiali emas, lekin xavotirli. Hozircha asosiy tarkib borasida rejalaridan chiqyapti. Shu bitta intervyu baribir odamni sal nima deydi, xavotirini kuchaytirdi. Ya'ni keyingi mavsum haqida gapirdi. Keyingi mavsumda Gvardiola bilan Diash asosiy tandem, markaziy himoyadagi tandem bo'lishi mumkin deb aytib o'tdi. Shunaqa ko'ryapman dedi. Endi juda katta jamoaga borgan o'yinchi his qilish kerak, doim kurashga tayyor bo'lish kerak. Imkon bo'ladi. Masalan, Yevropa Chempionlar Ligasiga yo'llanmani deyarli naqd qilyapti. Endi hozircha kurash bor-u, lekin City qo'liga kiritsa kerak, o'sha 5 talikda bo'lsa kerak. Angliyaning ichki o'yinlari bor, klublar o'rtasidagi jahon chempionati bor. Albatta qaysidir daqiqa beriladi. Husanovga mana shu daqiqalarni kutib foydalanish lozim. Mana uzoqqa ketmaylik, terma jamoamiz umuman boshqa bitta o'yinchisi Eldor Shomurodov daqiqalarni qanchalik kutdi. Boshdan o'tkazdi. Xo'p, ijara Husanov haqida umumiy ijaralar chiqayapti-yu, lekin jamoadan chiqmayapti. Romada jamoadan sotiladigan o'yinchilar ro'yxatiga tushgan edi Eldor. Mana shu vaziyatdan chiqib ketib, hozir jamoaning asosiy o'yinchisiga aylanmoqda. Husanov hali yosh. Husanov kurashga chanqoq va o'rganadigan davrda. U endi Angliyaga bordi, til o'rganyapti, jamoaga moslashmoqda. Menimcha kurashishi lozim. Kutishi va kurashishi lozim. Ha, qo'shilaman. Keyin biz baribir bir narsani to'g'ri qabul qilishimiz kerak. To'g'ri, ya'ni voqealar real kechayotganda buni biz o'ylamadik ko'proq. Shu Husanovni muhokama qilgan hammamiz, ko'pchiligimiz deylik. Ya'ni Husanovning asosiy tarkib futbolchisiga aylanib qolishi birinchi navbatda uni o'zining harakatlari bunga munosib edi, lekin voqealar o'sha yulduziga tushib mozaikani bo'lagiga ham aylanib qolgandi. Jarohat, ya'ni juda ko'p formasi ko'p past bo'lgan futbolchilar ko'p edi va birdaniga u asosiy tarkib futbolchisiga aylandi. Keyin esa o'sha qanotdagi, ya'ni o'zini chizig'i emas, birinchi navbatda qanotdagi o'zgarish evaziga joyini yo'qotib qo'ydi. Balki u Gvardiola bilan yoki Diash bilan raqobatni yengib chiqar, ammo buni endi bu mavsumning bu qismida va keyingi mavsumning avvalida biz hali kutishimiz kerak-da. Hali qisqa aytganda Husanov o'zi reja bo'yicha shu sotib olingandan keyin qishdan to maygacha Gvardiola hammasi joyida bo'lganda o'zi asosiyda o'ynagan ko'p uchrashuvlarda ham zaxirada qolardi. Shunchaki asosiyga endi o'tyapti. Ha, endi o'tyapti. Sal almashib qoldi, o'rni almashib qoldi. Endi biz o'rganib qoldik. Zo'r boshlanib, zo'r kutishga haqqimiz ham bor edi. Ya'ni birinchi o'sha oy futbolchisi bo'ldi, boshqa bo'ldi. Ammo agar real qarasak, baribir Gvardiola natijani qo'yadi. Endi o'zbekistonlik futbolchi 30 million odam kutyapti deb baholash noto'g'ri va u to'g'ri yondashyapti, chunki natijalar buni aytyapti. Hatto Holland yo'qligi bilinmayapti. Husanov mayli, hozir Holland qaytgandan keyin qaytadi-ku albatta. Va joyi bor uni Hollandda, lekin nima bo'ladi? Hozir Marmush shuncha mehnat qilib, natija keltirdi. Ha, o'zi City qanaqa jamoaligini bilish uchun shunchaki De Bruynening taqdirini ham kuzatsa bo'ladi. De Bruyne o'zi intervyusida aytdi, agar shartnoma taklif qilinganda qolishi ham mumkin ekan. Lekin unga hattoki jamoaning afsonasiga aylangan futbolchiga ham chiqish eshiklari ko'rsatilyapti. Demak, City shunaqa. Bunday olib qarasak, to'g'ri tushunish kerak buni. Biz bilgan Gvardiola juda bir ikkita markaziy himoyachi bilan doim mavsum o'tkazadigan Gvardiola emas. Buni ham unutmasligimiz kerak. Diash hamda Gvardiola ikkalasi hozirgi holatda yaxshi bo'lgani bilan erta keyingi mavsum boshi yoki o'rtasida qanaqa holat bo'ladi yoki umuman hammasi yaxshi bo'lib tursa ham Gvardiola uni qayerdadir ideya kelib qolib, qaysi birdir tayanchga chiqarishi aniq. Deyarli mana Stonesni holatiga tushirishi mumkin yoki chap qanotda yana Gvardiolani o'zini sinab ko'rishga qaror qilar. Bu birinchi variant. Ya'ni
sal ijobiyroq yondashmoqchiman. Ikkinchi variant, agar Husanovni ijaraga beradigan bo'lsa ham, hali bu juda bir ishonchsizroq ko'rinyapti mana shu faktlar, chunki City uni boshqacharoq maqsadda olgan kelajak sifatida va u kelajak aynan keyingi mavsum bo'lmasligi mumkin. Shu nuqtai nazardan uni o'yin amaliyotiga ega bo'lishi uchun agar top jamoalarga bersa, bu normal, shuni aytmoqchi edim. Normal Abror to'g'ri mavzuni ko'tardi. Ya'ni masalan, uni ijaraga berib yubordi Angliyani O'zi Angliyani o'ziga berish kerak. Angliyaning boshqa jamoalariga, deylik, ehtiyoji bor klublar bo'lishi mumkin. Bu fojia emas deb o'ylayman-da. Ya'ni hozirgi asosi yo'q bunday deyishimizga, lekin asos paydo bo'lib, qandaydir rasman ijara haqida yoki boshqa jamoa safida vaqtinchalik shu ko'proq o'yin amaliyotiga ega bo'lish evaziga o'tishi ko'zda tutilsa, men bunda hech qanday fojia ko'rmayapman. Shunchaki aytyapman, bizda kutilmalar juda ham baland bo'lib ketdi. Baland bo'lib ketdi, o'sha Real bilan o'ynadi, boshqa bo'ldi. Bu yoqimli, ammo endi tushdan, orzudan real hayotga qaytib, mana shuni ham bosib o'tish kerak. Eldor misoli zo'r bo'ldi. Eldor rostdan ham Romaga o'tganda, hozir mana Romani eng zo'r futbolchisi baribir. Unda olib qaragan bo'lsa, ikkitadir balki, ikkitasidan bittasidir yoki bittasidan bittasidir. O'yinning yaxshi futbolchisi ham bo'ldi, ha, Eldor. O'zi Real voqelik deganingizda Real esimga tushib ketdi. Realda hozir mana himoyachi yo'q-ku. Hozir agar mabodo Realda ijara desachi, shu Barselona Real variantlari juda yoqayapti-da. Men o'zi bitta o'yladim, Angliyaning o'zida qolsa bor, endi to'g'ri Liverpool qiyin variant-u, lekin Liverpoolda Kanate bilan Van Dijkdan boshqa variant yo'qdi. Kwansa umuman tortmayapti. Kwansaning darajasi sezilib qoldi. Mana oxirgi o'yinda Chelsea yutqazgan o'yinda anti qahramon bo'lib qoldi-da. Uchinchi variant yo'qda. Katta ehtimol baribir City Angliyani o'ziga bermasa kerak. O'zi to'g'ridan-to'g'ri raqobatchilarga. Lekin Guardiola opsiya sifatida, ya'ni u bitta boya Abror aytgandek, O'Rayli yosh-ku, hali O'Rayli o'zini xuddi Husanovga o'xshagan, uni kafolati yo'q. Ertaga xuddi shu munosabatni, hozir Husanovga ko'rayotgan munosabat O'Rayliga o'tib qolishi mumkin. Va shunda nima qiladi? Guardiolani yana o'sha O'Raylining o'rniga o'tkazadi va o'rta bo'shaydi. O'rtada esa raqobatda menimcha Diasga Guardioladan keyingi yoki Guardiola bilan bir xil qiymatga ega bo'lgan futbolchi bu Husanov. Shuning uchun o'zi ehtimol foizlarga bo'lib chiqadigan bo'lsa, Cityda qolishi va keyingi mavsumda ham Cityda o'tkazishi ehtimoli 80% da. Ijara ehtimoli bor, 20%, lekin bu fojia emas. Va tarkibdagi Ake, Akanjilarni holatiga ham menimcha ko'p narsa bog'liq. Kimdir markaziy himoyachilardan sotilish haqida gap so'zlar chiqdi. Cityda o'sha ro'yxat bor. Va ular ketsa aniq qoladi. Masalan, o'sha Orif aytgan 80-100 ga ham aylansa kerak. Lekin tajribalilar qolsa, balkim ijara varianti ham ko'rib chiqilishi mumkin. Mana qolganlarim уже tuzalib safga qaytyapti birin-ketin. Ularni ham qaysidir daqiqada o'ynatadi. Va ishonchni oqlasa va jahon chempionati bor. Jahon chempionatida ham ishonchni oqlasa, Ake, Akanji endi baribir o'zi bilgan yigitlar, unda ijara varianti ko'rib chiqilsa kerak. Eldordan Husanov bilan bitta vaqtga kelgan Vitor Reis ham bor. Shu qiziqaman. Braziliyada ham u haqda shunchalik qayg'urishayotganmikin? Endi Braziliyada minglab legionerlar bor. Bizda bir statistikaga e'tibor qaratgan edim. Mana Osiyoda legioner chiqarish borasida Yaponiya va Janubiy Koreya yaqqol yetakchi. 2,5-3 minglab legioneri bor futbolchi. Va biz 4lik, 5likda yuribmiz. Umumiy Osiyoda ancha ko'p legionerlarimiz va Yevropada ham ko'payib bormoqda. Yaqin 10 yilda bizda ham 2000-3000 legioner bo'lsa va dasturimizni faqat legionerlarga va Muhammad Yorni ko'rsatuv bor, o'sha 1 soatga chiqsa zo'r bo'lardi. Yana bitta gapi bo'ldi Guardiolani. Menimcha bu yaxshi signal ham bo'ldi Abduqodir uchun. Guardiola bilan Dias maydonda doim suhbatlashishadi, bir-biriga nima deydi, doim suhbatda bo'lishadi deb aytib o'tdi. Bu muhimligini shu orqali Guardiola ham tushuntiryapti menimcha. Ya'ni iloji boricha tezroq tilni o'rganish kerak. O'zi mana Guardiolani eng yaxshi ko'rgan shogirdlaridan deb o'ylayman-da. O'zi olib keldi, muvaffaqiyatsizlik davri ham bo'lgandi, o'shanda ham ishonch bergan. Chapda ham, markazda ham, hujumda ham, yarim himoyada ham hamma joyda o'ynatyapti. Unga joy topib beryapti maydonda. O'zi zo'r o'yinchi, universal, ko'p qirrali o'yinchi va unga asosiy tarkib kafolatlangan. Mana shunday o'yinchiga aylanish kerak. Yonida zo'r qiyos bor Abduqodirdan o'rganish borasida. Menimcha mana shu o'yinchiga yaqinroq o'zida xususiyatlar shakllantirish kerak. Masalan, faqat himoyadagi ishonchli o'yin yoki tezlik yetarli emas City jamoada. Xo'p, City va Husanov mavzusini yopamiz. Markaziy o'yin haqida gaplashsak, o'zi
boshqa o'yinlar ham qiziq bo'ldi. Misol uchun Arsenal yutqazib qo'ygani yoki bo'lmasa Unitedni yutqazig'i. Endi baribir Yevrokubokda o'ynayotgan jamoalar qurbon qilib yuborishdi, chunki motivatsiyasi baribir yo'qroq edi. Tottenham ham durang o'ynadi. Lekin Chelsea bilan Liverpool baribir qiziqroq bo'ldi. Stamford Bridge'dagi o'tgan o'yin haqida ozgina gaplashsak, Liverpool baribir chempionlikni nishonlagandan keyin sal ruhan qo'yib yuborgandek, chunki men tanimadim ko'pchilik futbolchilarni, asosiy tarkib vakillari qandaydir o'z darajasida o'ynab bera olmadi. Mayli, ayrimlarga dam bergandir. Asosiy tarkib vakili ayniqsa tayanchda o'ynagan McAllister bilan Soboslay o'ynamaganligi yaqqol sezilib qoldi. Elliot bilan Curtis Jones mahoratli yosh futbolchilar, lekin u daraja umuman boshqa daraja ekan. Ayniqsa shu markazni boy berib qo'ydi. Chelsea esa bu o'yinda aqlli o'yin ko'rsatganiga guvoh bo'ldik. Ya'ni kerak paytda tezkor golni urib olgandan keyin himoyadan iloji boricha qarshi hujumga tayanib o'ynadi. Kerak paytda o'sha pressingga bordi, lekin ko'proq himoyadan o'ynadi. To'pni berib qo'ydi Liverpoolga. 70% gacha chiqib ketdi Liverpoolga to'p nazorati. Biroq ikkinchi taymda o'sha hisobni qisqartirganda Liverpool Chelsea qo'shib yana komfort hisobga olib keldi o'yinni. 3-1 hisobida g'alaba va haqli g'alabani ham qo'lga kiritdi desak bo'ladi Chelsea. Undan tashqari Liverpoolni bu mavsumdagi missiyasi tugadi. Buni ham unutmasligimiz kerak. Chempionlik xalqi bo'lindi. Bu albatta ta'sir qiladi. Masalan, Chempionlar Ligasidan chiqib ketganda qanaqa ta'sir qildi? Bu aktiv holatda ta'sir qildi. Endi esa bitta marra qolganda, u marra zabt etildi, bitta bayram qilib oladi, bo'ldi. Shu bilan boshqa turnirlarga, boshqa o'zi klubda ham esingizda bo'lsa, chempionlik nishonlangandan keyin 4-0 ga yutqazib qo'ygan Cityga. Gvardiola ham aytgani, masalan, ketma-ket chempionlikdan keyin motivatsiya topish qiyin deb. Bu, masalan, Liverpooldan umuman kutilmalar boshqacha edi. Shu turgacha o'tgan o'sha chempionlik hal qilingan turgacha Liverpool futbolchilari kerak bo'lsa, haddan tashqari o'zini nima deydi, boshidan baland sakragan joyi bo'ldi. O'zidan talab qilingan, o'zining imkoniyatidan yuqoriroq talabni bajarib bergan vaqti bo'ldi. Endi bitta o'yindan keyin, chempionlikdan keyin bitta o'yinga salgina baribir bayram qilgan bo'layam, chempionlikni nishonlagan, qanaqadir ziyofat uyushtirgan bo'lishi mumkin, sal chalg'igan, futboldan boshqa narsaga chalg'igani aniq. Chelsea hozir kurashadigan vaqti bilib turibdi. Liverpool sal endi erkinroq bo'lib, euforiya ta'sirida ekanligini bilib turibdi. Chelsea aqlli yondashdi, aytganingizdek yutib ketdi. Chelseaga keyin bu g'alaba ko'proq ham kerak edi. Hozir to'g'risi Liverpool yutqazib bergani chempionatdagi intrigani yanada oshirib berdi, chunki Chempionlar Ligasi uchun raqobat yanada qizyapti. Agar Liverpool Chelseani yutib qo'yganda, Chelseaning imkoniyati pasayib ketardi, chunki oldinda og'ir taqvim kutib turibdi. To'g'ridan to'g'ri raqobatchilari o'sha Newcastle bilan o'ynaydi, adashmasam Aston Villa ham bor edi. Qiyin bo'lardi-da. O'zi Liverpoolda juda ko'p muammolar bilan ham yashadi. Biz bilmaymiz, jamoada ichki muhitda, lekin ko'p narsa bo'lgan. Qancha vaqt klub ham, murabbiy ham, o'sha rahbariyat boshqaruvdagilar ham, murabbiy ham Van Dijk, Salah, Trent bilan ular o'zi bilan qancha munosabatlar buzilishiga yaqin kelgan joy bo'ldi. O'sha holatda ham futbolchilarni tonusda ushlab turib, ularni maydonda haqiqiy o'zini bajartira olgan murabbiy ham oxiriga kelib chempionlikdan keyin sal tashvor bar odam nima deydi, yelkasidan tog' ag'darilgan bo'lib erkin nafas oladi-yu. Shunaqa bo'lgan menimcha bo'shliq Liverpoolda. Bo'shliq yuzaga keladi. Ichki maqsadga erishgandan keyin individual olib qarasa ham, biror bir maqsadga erishgan insondan keyin ertasiga yangi maqsad uchun harakat qilishni so'rash qiyinroq. U bo'shab qoladi. Boshqa maqsad ham yo'q, mavsum tugadi. Chelsea tomonidan qaraydigan bo'lsak, bu uchrashuvda Palmer nihoyat anchadan beri yaxshi o'yin ko'rsatdi. Yodingizda bo'lsa, u mavsum zo'r boshlagan. Dekabrdan beri endi gol. Palmer eng yuqori ball olgan, eng yaxshi o'ynagan futbolchilardan biri bo'ldi. O'zi umuman Chelsea shakllanib olsa, menimcha juda qo'rqinchli jamoaga aylanadi. Ya'ni to'liq barqarorlashib olsa, bu yerdagi markaz futbolchilari zo'r. Mana gol urayotgan Enzo ham, Lavia ham, bundan tashqari yana bemalol mana shu pozitsiyada o'ynaydigan futbolchilar bor. Shuning uchun ko'p narsa murabbiyga bog'liq va bu uchrashuvda Chelseaga juda kerak edi. Boya taqvimini aytdingiz-ku, Newcastle bor ekan, United bor ekan, Nottingham bor ekan. Ya'ni ikkitasi to'g'ridan to'g'ri raqobatchisi. United esa agar finalga chiqadigan bo'lsa, xuddi bu turda bo'lgani singari qo'yib yuboradi Chelseaga qarshi uchrashuvni. Lekin ikkita uchrashuv bu rostdan ham muhim uchrashuv. Nihoyat bu turda bitta narsa yuz berdi. Nottingham pastladi. Ya'ni 6-o'ringa tushdi. Meni nazarimda Nottingham Chempionlar Ligasida o'ynamasligi kerak. Juda ham hurmatni saqlagan holatda tarkibi Chempionlar Ligasida harakat qiladigan ko'rinish emas. Undan ko'ra shu yo Newcastle yo Aston Villa o'ynasa 5-jamoa bo'lib turib, endi 6-sini United Yevropa Ligasida yutib uddalashi kerak. Yo Tottenham yoki Tottenham. Stejni ko'ramiz. Endi Liverpool mavzusidan keyin Trentga ham to'xtalsak, qisman mana hozir Abror bu mavzuni ochdi. Rostdan ham bir mavsumning o'zida 3 ta katta figura o'sha taqdiri noma'lum bo'lib qoldi. Bu Liverpoolning minusi bo'ldi.
juda ko'pchilik tanqid qildi Liverpulni bu uchun. Oldindan hech bo'lmaganda sotib yuborish kerak edi deyishdi. Ayrimlar bilan qolish niyati yo'qligini sezdimi? Misol uchun Trentni. Hech bo'lmasa sotib pul foyda ko'rish kerak edi. Hozir tekinga berib yuboryapti deb. Haligacha u yerda asosiy mavzu bu haftada o'yinlar emas, Trent mavzusi bo'ldi. Kecha Fabrizio Romano o'sha insider o'z xabarini berdi va undan keyin Trentni o'zi ham demak video murojaat bilan chiqib xayrlashdi muxlislar bilan. Xo'p, Trent o'sha ketishi qanchalik to'g'ri va keyin Realga u qanchalik moslashib keta oladi? Shu savollarga bir o'zimizcha tahlil qilib ko'rsak. O'zi bu mavzu chiqqaniga o'tgan yillar ham bir ikki chiqqan, o'sha Real qiziqayotgani va juda noto'g'ri bo'lardi nazarimda sotib yuborganda. Mana bu yangi murabbiy jamoani qabul qilib olyapti va ishlab turgan tizim muhim o'yinchi ketganida qiynalardi Slot. Qolib nazarimda o'sha APL chempionligida katta ishni qilib berdi va ketyapti. Realdan taklif bo'lgan va Real o'z uslubida ishlamoqda, qoyil o'yinchini ko'ndirib. Nazarimda bu kecha yoki 6 oy oldin yuzaga kelgan kelishuv emas. Oldindan o'sha Real tomon aloqaga chiqib, o'yinchini ko'ndirib, xotirjam shartnoma tugashini kutdi va hozir qiziq holat bor. Realda himoyada muammo va jahon chempionatida o'ynatmoqchi. Lekin jahon chempionati boshlanganida hali Trentni Liverpool bilan shartnomasi tugamagan bo'ladi. Ozgina bo'lsa ham pul ishlab olish imkoniyati bor. Adashmasam 1 million so'rayapti. Real tezroq olib kelmoqchi. Qanchalik bu amalga oshadi yo'q. Jahon chempionatidan oldin qisqa transfer bozorida ochiq bo'ladi, ya'ni oldi-sotdi bo'ladi va mana shundan foydalanish mumkin. Qanchalik tushib ketadi? Nazarimda o'ynab keta oladi. Endi oldin fikrlar bo'lardi-yu, Realda, Ispaniyada angliyaliklar qiynalishadi deb. Mana Bellingham o'ynayapti. Menimcha terma jamoadagi sherigini bemalol qo'llab-quvvatlab o'ynatib yuborish mumkin. Qanot o'yinchisi yanada yulduzlashadi Real va variantlar ko'payadi qanotda. Trent nafaqat himoyada, yarim himoyada ham o'ynash mumkin. Funksiyalari ko'proq. Hozir keling, alohida qilaylik shu mavzularni. Mayli, Realga alohida o'tamiz, Realga moslashishini. Liverpuldagilarni birinchi mavzusini oxiriga yetkazib qo'ysak, ya'ni inglizlar e'tiroz bildirayotgani Liverpul yana top darajaga qaytdi. Hozir Realdan keyingi o'rinda deyishmoqda-da. Chempionlar Ligasi uchun kelasi mavsumda ham kurashish uchun asosiy favoritlardan biri. Ya'ni qanaqadir katta sakrash bo'layotgani yo'q deb o'zigacha endi inglizlar gapiryapti. Kariger ham gapirib o'tdi. Va qaysidir ma'noda haqiqat. Chunki o'zi tug'ilib o'sgan Liverpul uni tanitdi, Liverpul uni odam qildi va bunga klubga xuddi Gerrard o'zi intervyuda aytgan ekan. Men Gerrard bo'lmoqchiman, Gerrardga o'xshab sadoqat ko'rsatmoqchiman deb 4 yil yoki 5 yil oldin aytgan ekan. Shu so'zlar qani deb aytishyapti-da. Shunga keyin misol qanchalik farq borligini biz bilmaymiz, chunki farq o'yinlarda emas, summada, ya'ni narxda bo'lishi mumkin, maoshda bo'lishi mumkin. Real balki transferga pul sarflamayotgandir, lekin futbolchiga shuni beryapti-da. Masalan, Mbappeni ham darhol eng ko'p maosh oluvchi futbolchiga aylantirdi. Shuning uchun uni bilmaymiz. Bu birinchisi va bu futbolchining tamal huquqlaridan bittasi. Keyin men tushunardimki, Trent endi chiqib turib o'tib ketganida bu e'tirozlar o'rinli bo'lardi. Qani sadoqat, seni odam qilgan jamoa. Trent ancha o'ynadi. Trent 2 marta chempion qilishda o'zini hissasini qo'shdi. Chempionlar ligasini 3 ta hammasi 20 yil bo'libdi. Endi ham butun bolaligidan ham hisoblansa, endi to'g'ri, sadoqat juda qiziq, zo'r tushuncha, ammo sadoqatni hammadan futbolda demoqchiman. Futbolda sadoqatni hammadan kutish bu to'g'ri emas-da, bir tarafdan qaraganda. U hamma Gerrard bo'la olmaydi. Birinchi pozitsiyasi boshqa. Trent Realda ham birinchi raqamli yulduz bo'lmaydi, nimada ham Gerrard birinchi raqamli yulduzda Liverpulda, to'g'rimi? Agar Trent birinchi raqamli yulduz bo'lganda, Salah o'rnida bo'lganda u ketmasdi. Bu boshqacharoq roldagi futbolchi, uni bilib turibdi. Ishlash kerak, ko'proq bir boshqa o'ziga challenge taklif qiladi. O'zi ham challenge debdi, o'sha ya'ni chaqiriq ma'nosida qabul qilyapti. Va bu yaxshi. Komfort zonadan chiqmoqchi. Komfort hududdan chiqish kerak. Liverpul tarafidan aytilayotgan gaplarni ham tushunsa bo'ladi, ammo ular ham tushunishi kerakki, futbolchi beradiganini. Hatto o'sha Liverpulda natijalar pasayib ketgandayoq ketishi mumkin edi. Unga takliflar bo'lgan. Shuning uchun men bunaqa masalalarda, ayniqsa Trentga o'xshab,
uzoq yillar o'ynab bergan, uzoq yillar xizmat qilgan futbolchini qaytangi chiroyli kuzatib qo'yish kerak deb o'ylayman. Menimcha klub shunday ham qiladi. Shunchaki haligi atrofdagilar biroz g'ashi kelayotgan bo'lishi mumkin, ammo bu juda oniy o'tib ketadi. O'zi Trent APL tarixida eng ko'p assist amalga oshirgan himoyachiga ham aylandi. Bunday olib qarasa, bundan ortiq Trent zo'r jarima zarbalar ijrochisi hisoblanadi. Trent o'zi o'yindagi uzoq masofadan zarbalar yo'lga qo'yilgan. Trentning uzatmalar, krosslar juda zo'r. Trent hozir Realga menimcha Realni yillar davomida og'riqli bo'lib kelayotgan nuqtasiga uzukka ko'z qo'ygandek, yaraga malhamdek tushadi. Endi hozir Trentni aniq aytildi, ko'pchilik insaytlarda aytilyapti, aniq pulga. Liverpool yangilangan shartnoma taklif qilgan, undagi mablag' Trentga yoqmagan. Keyin bu yerda uni ko'chib o'tishda Jude Bellinghamning hissasi juda katta. Jude Bellingham anchadan beri Judga o'zi Realga borgan vaqti Real o'zi bunga qiziqqan Trentga. Shu taklif ham, ya'ni shu vazifa ham yuklatilgan Angliya terma jamoasi yig'inlarida Trentni ko'ndirish. O'sha Euro 2024 vaqtida ham bu haqda gap so'zlar chiqqan edi. Keyin yana bitta Trentni oxirgi o'yinlarga qarasak, Liverpoolda u zerikib qoldi. Inson xarakterida ko'p narsa bo'ladi-da, masalan, kimdir sadoqatli bo'lib oxirigacha har narsadan qoniqib ketar, lekin Trentni oxirgi vaqtlardagi o'yinida, Liverpooldagi o'yinda zerikish bor. U himoya haqida o'ylashni umuman xohlamay qolgan. U masalan shu mavsum chempionlik mavsumida himoyada ko'proq Van Dijkning yordami tegdi-da. Trent boshqa narsa haqida o'ylab, boyagi memli ham chiqib ketdi-yu, yaqinda gol urganda muskulaturasi haqida, qorin chiqib ketgan haqida. Bekorga emas, o'yin tomonlama ham Liverpoolda bu masalan 5-6 yil oldingi o'sha Chempionlar Ligasini yutgan mavsumdagi Trent emas. U qanaqadir o'ziga rostdan challenge xohlagan. Yo'q, qo'shilaman, men ham rostdan ham o'zi bu mavsumdagi statistikasi ancha yomonlashdi va hattoki dinamika qo'yish bo'yicha to'g'ri Trentdagi o'sha uzatmalar, uni raqobatchisi kim edi? Bredlimidi? Conor Bredli. Unchalik emasdir Conor Bredlida, lekin uni mehnatkashligi, o'sha tinim bilmasdan mehnat qilishi borasida rostdan ham Trentdan borgan sari u yaxshiroq ko'rinayotgan muxlislarga. Biroq baribir tan olish kerak, Trent beradigan narsalarni u bera olmaydi. Keyin Realga endi mana to'xtalib o'taylik, keling. Realga nima bera oladi? Birinchi o'zim fikrimni aytsam, menimcha Realga hozir shunaqa futbolchi juda ham kerak. Tahlilni o'qigandim. Mana PSJdan misol qilishganda, Ashraf Hakimi bilan Mendes. Ular Wengerlarni qanaqa zo'r qo'llab-quvvatlaydi va shuning evaziga hujumda variativlik ko'payadi. Realda doim nimaga Vinicius yoki Mbappe, Rodrigolar tanqid qilinyapti? Chunki ular bir o'zi 3 ta 4 ta futbolchini aldashiga to'g'ri kelib qolyapti. Laterallar ularga yordam bermayapti yoki uzatma bilan yoki o'zi hujumga qo'shilib kundagi o'xshab. Shuning uchun hozir ayni shunaqa futbolchi kelyapti. Faqat uni himoyadagi xatolari deb qo'rqayotganlar ham bor. Endi u bor edi-da, masalan, himoyasida o'ynayotgan Realning futbolchisi kim hozir? Vaskesmi? Kim o'ynayapti? Vaskesdan Trentni eng yomon versiyasi ham yaxshiroq bo'lishi mumkin. Himoyada, oldinda gapirmayapman, oldinda endi Trent Salahni soyasida shu darajaga chiqqan futbolchi-da, ya'ni Salahdek futbolchi bor uni liniyasida, uni qatorida. Va shunaqa statistika ko'rsatgan. Endi bu murabbiyga ham bog'liq, o'yinni yondashuvga ham, o'yinni qurishga ham bog'liq, lekin baribir o'sha boya aytgandek, Real eng og'riqli nuqtalardan bittasiga futbolchi olyapti, ikkinchi qanoti ham og'riqli. Shuning uchun men ortiqcha bir qandaydir muammo bo'ladi deb o'ylamayman. Masalan, bu Mbappe, Vinicius muammosi emas. Bu qaytanga tayyor yechim. Endi shu kechikkan yechim desa ham bo'ladi. Aslida o'tgan mavsumlarda o'tish kerak edi. Ha, rostdan ham mana. Lekin o'sha fikringizga qo'shilaman, o'sha top klublarda, mana Barselonada ham shunaqa. Kunde, Balde, oldinda Yamal bilan Rafinha. Dahshat bu. Ya'ni o'zi oldindagilar kuchli va yana ortidagilar ham o'sha qo'llab-quvvatlashni ajoyib qilishadi. Realda Mendy, Vasquez, Fran Garcia hozir kim o'ynayapti? Keyin hozir Xabi Alonso katta ehtimol bilan keladi-yu Realga keyingi mavsum. U Alonso shunaqa murabbiyki, o'zi ispan bo'lgani bilan nemis qanaqadir boshqachada u mashina quradi. Hozir Trentni masalan hozirgi oxirgi mavsumdagi o'yinni o'ynashga qo'ymaydi. Agar shunaqa o'yin o'ynaydigan bo'lsa, u boshqacha yechim izlaydi. Balkim Trent zaxiraga o'tib qolishi mumkin. Alonso shunaqa bir hamma narsani bo'laklarga bo'lib, futbolchilarga topshiriqlarni berib, puzzle yig'adigan murabbiydi. Agar Klopp kelib qoladigan bo'lsa, u aniq biladi Trentni qanaqa o'ynashni. Klopp Trentdachi yana bitta narsa bor, xislat juda kam futbolchilarda uchraydi. Bu tempni boshqara olish. Uni hamma o'sha himoyachi funksiyasini yo'qligini inobatga olib, hujumdagi foydali ishlar koeffitsiyenti qanchalik balandligini sal unutib qo'yadi. Rostdan ham
Kroosdagi xislat bor. O'sha uzoq paslari Uzoq bor. paslar. Joyi kelganda o'sha temp ushlab turishi bor. Ya'ni yarim himoyaga bekorga ko'tarmagandi o'zi. Esingizda bo'lsa, klub ham oxirida borib tayanchda o'ynatishni boshlagandi Trentni. De Bruynening uzatmalariga o'xshagan o'rta masofaga juda bir kesib Ha. beruvchi uzatmalari borda uni. Keskinlashtirib yuboradi vaziyatni. Faqat bitta narsa ko'pchilik xavotirga solayotgan top 5 chempionatda adashmasam dekabr yoki o'sha qish faslida top 5 chempionatda o'ynayotgan klublar ichida eng ko'p xatoga yo'l qo'yayotgan va eng ko'p aldanayotgan futbolchi Trent bo'lgan ekan. Bu Qolib mavsumda qolishi kerak. shunaqa ekan. 65 marta aldanibdi. Ha, Hozir bu- eng to'pi aldanish bo'yicha Trent. O'sha. Hali ham hozir ham Hozir men ham shunaqa ekan. dekabrlarda ko'rganimda ham birinchi o'rinda edi. Endi bu o'tish davri bilan bog'liq. Menimcha o'sha davrda hal bo'lgan. O'sha davrda Peres bilan uchrashilgan, Bellingham ko'proq SMS yozgan yoki Telegramda suhbatlashgan. Xullas, o'sha davrda asosiy suhbat bo'lgan. Bu ta'sir qiladi baribir. Xayol ikkinchi tomonga qarab ketadi, borini maydonga, mashg'ulotlarga bera olmaydi. Ketish davriga o'zi murabbiylarda bir fikr borda, bu juda ham to'g'ri deb o'ylayman. Ketishga qaror qilgan o'yinchini hech qachon olib qolma. U senga yordam bermaydi deydi. Masalan, qanchalik bonuslar bo'lsin, ko'ndirsin, lekin doimiy ikkinchi planni doim ketish bo'ladi. Qo'yib yuboradi odatda murabbiylar. Trent ham xuddi mana shu holat bo'lgan. Trentni mana Liverpool tomoni olib qolishimiz kerak deb juda ko'p aytishyapti-yu. Odatda aqlli mana shunday yurish 2 mavsum avval qilinadi. Mana o'yinchida shartnoma tugab boryapti, 2 yil qolyapti, kelajagi bor, jamoaning asosiy o'yinchilaridan biri. O'sha 2 yil qolganda yangilab yana 1 yoki +2 qilib qo'yishaveradi. Mana shunday ko'payib ketaveradi va bu o'z-o'zidan mablag'ni ham, ya'ni maoshni ham oshib borishiga sabab bo'ladi. Tavakkal qilmaydigan, masalan, yoshi kattaroq bo'lsin yoki doimiy o'yin amaliyotiga ega bo'lmagan o'yinchilarda +1. Trend menimcha +2 qilinishi lozim edi. Bu jamoa rahbariyatining xatosi aslida ketish. Ko'ndira olmaslik. Keyin menimcha keladigan o'sha murabbiy, yangi keladigan murabbiy Realni baribir hujumda ko'proq o'ynatish kerak bo'ladi. Agar himoyadan o'sha qarshi hujumga tayanib o'ynasa Real, shubhasiz Trentdan ko'p qovunlar ko'rishimiz mumkin. Agar hujumda asosan o'ynasa, raqib o'sha jarima maydoni atrofida o'ynaydigan bo'lsa, Trent shubhasiz bonus bo'lib beradi. Menimcha Mourinho qaytmaydi. Shuna qarshi hujumga iloji boricha tanmaydigan murabbiy kerak. Endi Real oldindan himoyadagi xatolarini hujumdagi gollar bilan yopadigan jamoa. O'sha necha yildan beri bilsak, Realni gol o'tkazadi, juda bir ideal himoyasini bir necha qisqa davrda ko'rgandirmiz. Lekin asosan o'sha gol o'tkazadi, lekin ko'proq gol urib yutadigan jamoa. Hatto Ramos, Pepe yoki boshqa eng zo'rlar davrida ham ko'p gol o'tkazadi. Xo'p, bu mavzuni ham to'xtatamiz va La Liga haqida qisqacha gaplashib, keyin Chempionlar Ligiga o'tsak, Chempionlar Ligasida albatta bugun zo'r o'yinlar kutyapti, biroq La Ligada ham demak ikkita o'yin bo'lib o'tdi. Real ishtirokidagi o'yin yana dramatik tarzda o'tdi, gollarga boy bo'ldi va ko'proq Barselona ishtirokidagi o'yin dramatik o'tdi. U yutqazayotgandi. Yutqazayotgandi yo'q. Realga 3-0 sal qoldi, 3-2 bo'lib ikkalasi ham bir xil bo'ldi ya'ni. o'xshash holatlar bor. Endi Barselonada baribir Barselona outsider bilan o'ynayotganligi sababli qanaqadir uncha vaqtmi yo'qmi? Sezilayotgandi, to'g'ri. Xo'p, Real bilan birinchi boshlasak, Realda go'yoki hammasi nima deydi, klassikodan keyin yana joyiga tushib ketgandek tuyuldi. Qisqa vaqt bir aldamchi bir holat bo'ldi. Lekin yana hisobga qarab shunday deb o'ylash mumkin, biroq aslida Courtois'ning seyvlari o'sha 3-0 gacha borguncha ham qutqarib kelayotgandi. Biroq keyin Ancelotti o'yinni qizdirgisi kelib qoldi, Asensioni olib, zaxiraga olib va bu yoqqa boshlandi tomosha. Lekin yaxshi ham Courtois ushlab qoldi. Va qaysidir ma'noda La Ligada chempionlik uchun kurashda ham Realni olib qoldi desak bo'ladi. 3-0 deya men Realni juda zo'r kombinatsion o'ynab yubordi deb aytmagan bo'lardim. O'sha individual mahoratlar. O'zi Mbappe zo'r o'ynadi va Güler asosiy tarkibga eng munosib o'yinchi ekanligini qaysi ma'noda ko'rsatdi. Unga ko'proq daqiqa berilishi kerak. Ba'zida balkim tavakkal qilib unga o'yin qurish kerakmi? Turkiyalik iqtidor, chindan katta iqtidor. Mana bu uchrashuvda ham zo'r harakat qildi. O'sha 3-0 dan so'ng baribir keyin tashlab yubordi Real. Realdagi muammolar umumiy rahbariyatni kadrlar olib bermagani bilan ham bog'liq. Buni ham aytib o'tish kerak va murabbiyni ham masalan A plan, B plan qilib, menimcha Realdagi jamoada ishlayotgan mutaxassis mana bu o'yinchilarga ham har biri baribir tanqid qilamiz, xatolari ko'p deymiz-ku, lekin Realga taklif qilinganini har bittasida qandaydir potensial bor.
ularni ham qaysidir ma'noda qirralarini ochish lozim. O'zi hozir zamonaviy futbolda o'yinlar soni yildan yilga ko'payib boryapti. Shuning uchun bir vaqtlardagi menimcha Guardiola qilgan uslubga hozir hamma o'tsa kerak. Ikkita jamoa bo'lardi, ya'ni ikkita tarkib bo'lardi deyarli. Hozir hamma yuqori o'rinlar uchun kurashayotgan jamoalarga endi shu kerak bo'lyapti. Bo'lmasa bunaqa jarohatlar bilan mana oxirida o'sha muhim davrda qiynalyapti. Hatto mana Barselona ham hozir qiyinchilikka uchrayapti. Shuning uchun menimcha Real ham qilish kerak bu ish. Mbappeni o'sha hammaga tanitgan tezliklari yoki kirib borish goli takrorlandi qaysidir ma'noda, qochib ketish. Kylian Mbappe o'zi rostdan ham Realda natija hozircha yo'q-ku bu mavsumda. Bo'ladimi yo'qmi hali bu ham gumon bo'lib turibdi. Ammo individual olib qaraydigan bo'lsak, eng yaxshi debyutlardan birini o'tkazyapti. Ya'ni o'sha Ronaldo, Ruud van Nistelrooy La Liga o'laroq ulardan o'tib ketdi. Adashmasam yoki shu orada, ya'ni mavsumda gol urish borasida. Yo'q, bitta gol qoldi. Ya'ni ikkita ursa Ronaldoga yetib oladi, bitta ursa Ruud van Nistelrooyga yetib oladi. Va xullas aytmoqchi bo'lganim, Mbappe bilan ortiqcha bir ajablanish yuz bermadi-yu, Güler bilan yuz berdi. Güler rostdan ham Ancelottiga ko'rsatdi, asosiy tarkib futbolchisi bo'lishi mumkin. O'sha Arsenalga qarshi uchrashuvlarda unga ishonish kerak edi. La Ligadagi qaysidir o'yinlarda unga ishonish kerak edi. Ammo undan foydalanmadi va umid berdiki, qanaqadir shunaqa menda shunaqa ko'rdim. Ozil va Ronaldo bo'lib ketishi mumkin bular agar to'g'ri ishlov bersa. Qiyin endi albatta uni takrorlash. Ammo borda, Gülerda hamma narsa bor. Maydonni ko'radi, uzatmasi yaxshi yo'lga qo'yilgan, o'zi mana zarbasi yaxshi yo'lga qo'yilgan. Shuning uchun nega endi yo'q, agar unga ko'proq o'yin amaliyoti berilsa, hozir o'zi 1400 daqiqada 14 ta golli harakatni amalga oshiribdi. Ya'ni har bitta o'yinda bitta golli harakati bor uni. Mana shu o'yindan keyin Arda Gülerga nisbatan Carlo Ancelottida ishonch paydo bo'lgan degan xabarlar chiqdi. Endi bundan keyingi mana klassiko bor o'ynatish kerak. Bundan keyingi o'yinlarda asosiy tarkib futbolchisi bo'lishi mumkin. Ayniqsa klassikoda asosiy tarkibda maydonga tushishi kutilayotgan ekan. Keyin mana shu o'yin haqida aytmoqchi edim. Kubokda ham bu ikki jamoa to'qnash kelganda, o'sha o'yinni qaysi ma'noda o'xshashi bo'ldi, faqat hisob tomonlama boshqacharoq bo'ldi. 2-0 hisobda oldinga chiqib olib turib, erkin bo'lganda Real bo'ldi, yutdim deb o'ylagan joyida 5 daqiqa ichida ikkita to'p o'tkazib yuborgan. Bu yoqda ham deyarli shunaqa bo'ldi, faqat hisob 3-0 bo'lib turganida shu ishni qildi. Keyin Real sal o'zini o'nglab oldi. Ya'ni xotirjamlik o'zi bitta bu o'yinda emas, Real ba'zi o'yinlarda ikkinchi taymda yoki birinchi taymda haddan tashqari xotirjam bo'lyapti. Keyin o'sha klassikoni ham o'yladi, chunki baribir o'sha almashtirishlarni o'sha shu xayol bilan amalga oshirdi deb o'ylayman Ancelotti. Bitta vaziyatni hozir ko'rdinglarmi? Qiziq vaziyat yuzaga keldi. Endi bu yerda to'p ortga qaytdi-ku, ortga ko'p muhokama qilindi. Florentino Perez to'pni sotib olibdi deyishdi. O'shanga eng muhimi bu g'alabani nima uchun muhimidir? Real muxlisi bo'lmagan insonlar uchun ham intriga. Biz intriga muxlisimiz-ku hammamiz. O'sha klassikoda ozgina bo'lsa ham intriga. O'zi u klassikoda Real yutsa ham hali hech narsa emas, u chunki 4 ochkolik farq 3 ochko emas. Shuning uchun keyin yana bir narsa, menimcha Real bu yog'iga baribir rompga qaytadi. Chunki o'tgan mavsumda jamoaga chempionlik olib kelgan, o'sha Chempionlar Ligasiga g'alabani olib kelgan uslub balanslashgan edi. Hozirgi 4-3-3 majburlikdan o'sha yulduzlar o'ynab ketadi deb o'ynataverdi baribir, lekin ish bermadi. Katta o'yinlarda yutqizaverdi. O'sha yarim himoyadagi katta bo'sh zonalar ko'p ko'rildi. Shu sababli endi bu yog'iga menimcha kelasi mavsum hujum uchligidagi bittasi kimdir qurbon bo'ladi yoki sotib yuboriladi menimcha. Katta ehtimol hozir hamma ispan nashrlarida Rodrigo ketishi aytilyapti. Rodrigoga o'zi anchadan beri top klublar qiziqadi va eng qizig'i Vinicius va Mbappe qolib, Rodrigo sotilishi mumkin. Eng mehnatkash o'yinchida, o'zi eng tizimga tushadigan va turli pozitsiyalarda harakat qila oladigan, chiziqlar orasida harakat qila oladigan Rodrigo juda katta nomlar orasida qadrlanmayotgan iqtidor deb bilaman. Cityga o'tsa, katta ehtimol City asosiy da'vogar o'tsa ham zo'r o'ynab ketsa kerak. Hozir Real Madridda markazda yarim himoyada o'yinchilar juda ko'payib ketgan. Qolgan chiziqlardagi bo'shliqlar va ular markazdagilar qanotga, himoyaga, yarim himoya hujumga o'tib o'ynagani orqali biroz bilinmayapti. O'zi Chouameni bor, Valverde, Camavinga, Ceballos, Güler, Bellingham, ularga asosiy tarkib yana agar Alonso kelsa, yana yarim himoyachi Modric bor. Kelish Modric endi ketsa kerak. Daqiqa bersang o'ynayman. Menga shu joy bersang bo'ldi deb qolgandi. O'zi ko'proq menimcha iltimos qilib qoldirishgan.
hozir yana yarim himoyachi keladi degan gap so'zlar bor. Kimlardir ketadi. O'sha markazda ham kimlardir ketadi. Umumiy Modrichda birinchi jamoada o'zi bir necha yillar tarkib o'zgarishini, qaysi chiziqqa kim kelishini o'rinbosar qilib boradi top jamoalar. Realda mana shu biroz buzildi. Mana bu muvaffaqiyatsizlikni sabablari ham bittasi mana shu. Modrichga yangi shartnoma taklif qilinadi, agar maosh kamayishga rozi bo'lsa qolar ekan. Hozir 1 yillik shartnoma tuzib olgandi-yu. oxiri o'zi murabbiyim bo'lib ketadi. Ilgari o'ynagan Ronaldo bilan. Va Modrich nima qilmoqchi? Hozir jahon chempionatiga bormoqchi. Ha, shu maqsad Bormoqchi. Hozir unga istalgan jamoa shartnoma bersa, mablag'iga qaramay o'yin amaliyoti uchun qolsa kerak. Jamoa. Yaxshi, endi faqat o'rin almashtirish kerak-da. Gullerga ko'proq. Modrich kam o'ynadi. Yo'q. Ko'p, ya'ni Yo, Ancelotti ba'zida katta o'yinlardachi risk qilishga qo'rqib, yana Modrichga imkon berdi. Valverdeni tarkibga qo'shib borilayotgan vaqtida Peresning talabi bo'lgan. Kroos bilan Modrich bir vaqtda maydonda bo'lmaydi, oldiga bittasini qo'yasan. Yo Kroos bo'lib oldida Valverde bo'ladi yoki Modrich bilan shu ish qilinadi. Lekin bu mavsum Ancelotti Ardaga nisbatan shu ishni qilmadi. Ya'ni integratsiya kechikib ketdi. Va Ardani o'zi ham klub rahbariyatiga yanvar oyida aytgan ekan, menimcha hamma biladi. Agar Ancelottilar qolsa, ota-o'g'illar qolsa, jamoada men ketaman degan. Keyin Familiya o'zgartirishsa. Diasni ham menimcha taqdir ko'rib chiqilsa kerak. Kutilganidan yomon yarim yillikni o'tkazdi. Mavsum boshida yomon emas. Shunaqa deymiz-ku, hozir Rodrigoni maqtadingiz-ku, lekin Rodrigo ham juda pasayib ketdi natijasi. Gollarda qatnashishi fevral oyidan beri bitta ham golda qatnashgan xolos. Uni o'sha driblingi bor, texnikasi bor, chiroyli o'ynab beradi, lekin foydaliligi kamayib ketib qoldi. Orqacha qo'llab-quvvatlash uchun-da. Yo'q, albatta sabablar bor, To'p unga ko'p ham yetkazilmaydi. Chap qanot bilan o'ynaladi, chap qanotdagi raqibni aldab yuraveradi. Kechagi o'yinda ham 3 himoyachiga qarshi bir o'zi borib, Vini taxminan 40-50 soniya to'pni saqlab turdi. Nima qilyapti bilmayman. Hujumga ham o'tmaydi, himoyaga ham pas bermaydi. Mana shunaqa daqiqa o'tkazyapti Vini. Endi keling, vaqt ham qoldi. Barselonaga ham qisqacha to'xtalsak. Chempionlar Ligasi haqida o'z ko'proq to'xtalishimiz kerak. Ko'proq to'xtalishimiz kerak edi. Yaxshi o'yin bo'ladi deb ketamiz shekilli. Barselona ham yutdi, Barselonani ham qisqacha gaplashsak, eng qiziq kuchini tejadi. Flik asosiy Chempionlar Ligasiga ulab yuborsak, menimcha mana bugun Barselona o'ynaydi va o'sha Inter bilan o'yinga Inter ham kuchini tejadi. O'zi Shomurodov qolib ketdi. Roma haqida gaplashishimiz kerak edi. Hozir qarang, mayli. Shu trend ko'p bo'ldi-da, shu trendda bo'lib qoldi. Xo'p, keling, mayli Barselonani tugatib qo'yamiz. Barselonada demak, Valladolid bilan bo'lgan uchrashuvda 2-1 hisobida g'alaba qozondi. Jamoa yana irodali g'alaba qozondi, qo'yib qolish kerak. Kuchini tejab yutdi menimcha. Unaqa bor maksimumni ishga solmadi. Asosiy tarkib vakillari ikkinchi taymda tushdi va o'zi futbolchilar bilan kelishgan ekan, Flik aytib o'tdi. Yarim taym Gavi bilan Pedri o'ynaydi, qolgan bo'limda esa De Jong o'ynataman deb ular bilan o'zaro kelishgan ekan va bir tarafdan shunaqa qilib kuchini tejab ham oldi. Xo'p, bugungi o'yinga ham sekin bog'lab gapirib ketsak bo'ladi. Barselona va Inter ikkalasi ham bir xil holat, hattoki Inter Barselonadan ham ko'ra ko'proq kuch tejadi. Asosiy tarkibda hattoki umuman hech kim tushmadi va Verona bilan bo'lgan uchrashuvda baribir yutdi lekin. Hatto kamroq kuch sarfladi. Ha, raqiblar ikkisida o'xshashdi. Valladolid chindan ham segundaga tushib ketgan jamoa. Barselona birinchi taymda Yamalni tushirishga majbur bo'ldi, ya'ni rejadan ertaroq, chunki o'sha jarohat bo'ldi. Dani Rodriges degan futbolchisida juda o'z o'rniga ham tushmay turdi. Ko'p xato qilayotgandi. Yamal tushdi, o'ynadi. Yamalda ham agar ko'pchilik e'tibor berayotgan bo'lsa, u Interga qarshi uchrashuv qahramoniga aylandi, gollar urdi-yu, lekin o'sha ortiqchalik bor. Hozir masalan avvallari u 10 uzatmani ikkitasini trivella qilayotgan bo'lsa, hozir 8 tasini trivella qilyapti. O'xshamadi ko'p. Mubolag'a qilyapman. O'xshamadi, sal balansga kelish kerak. Endi yosh futbolchi balansga kelsa, endi hozir shu holatda balansga, u qadar balansga tushmagan holatda qo'rqinchli, balansga keltirib olsa, birozdan ham o'sha Messi darajasiga chiqishi mumkin. Inter bilan uchrashuv bu uchrashuvda tushunarli. Rostdan ham men kuch tejadi deb o'ylayman, boshqa va yutib oldi. Barselona ham yaxshi hamki, o'sha Interga baribir yaxshi bo'lib turibdi. Inter bilan uchrashuv yana og'ir o'tadi, chunki endi ma'lum bo'lyaptiki, ko'pchilik Balde qaytadi deb o'ylayotgandi. Qaytmas ekan, qaydnoma e'lon qilindi, Balde yo'q. Ikkita qanoti. Bu uchrashuvda eng qizig'i, mana muhim nuqta, Gerard Martin uchrashuv futbolchisi bo'ldi. Ya'ni Inter bilan birinchi uchrashuvda tanqid qilingan futbolchi bitta o'yindan keyin o'zini tiklab olyapti. Ya'ni yaxshi o'ynadi, yomon o'ynamadi. Va mayli Gerard Martin balki nisbatan vazifasini bajarar, ammo bu qanotda Eric Garcia o'ynaydi deyishyapti. Eric Garcia universal, xuddi Vaskesga o'xshaydi, Barselona Vaskesi. Juda Inter
yaxshi imkoniyatga ega deb o'ylayman. Ya'ni favorit demoqchi emasman. Barselona hali ham o'yin qurilish nuqtai nazaridan favorit. Lekin yana o'sha takrorlayman, agar Inter g'alaba qozonsa, o'zini uyida, bu hech qanaqa sensatsiya bo'lmaydi birinchi uchrashuvdan keyin. Bu hatto o'sha kutilgan voqea ham bo'lishi mumkin. Ko'pchilik o'sha qo'rqib turibdi qanotlardan. Interda juda ham kuchli va Interni Barselonadan farqli ravishda faqatgina shu turnirda endi imkoniyatlari yaxshiroq bo'lib turibdi. Barselonada esa chempionatda ham hali imkoniyati bor. Ha, chindan ham Kunde bilan Balde juda muhim futbolchilar ekanligini mana shu o'yinlar ko'rsatib kelyapti. Bu o'yinda baribir o'ng qanotda Ektor Fort o'ynadi. Faol hujumga boryapti, lekin Yamal bilan bog'lam yo'qda. Yo'q. Shu yaqqol sezilib qoldi. Yamal o'zi yolg'izlanib qoldi ayrim vaziyatlarda. Uni yoniga Fermin tushib o'ynashga to'g'ri keldi ayrim epizodlarda. Fort tortmaydi lekin. Rostdan ham baribir ta'sir bo'lishi mumkin Inter bilan o'yinda. Interda to'g'ri Lautaro yo'q deyapmiz, lekin Lautaro ham tushib qolishi mumkin ekan. Inzagi shunaqa bir mujmal qilib javob berdi. Aniq konkret aytmadi javobini. Balki o'ynar, balki yo'q degandek aytib o'tyapti. Ya'ni men o'zi bilan suhbatlashaman, shifokorlar bilan suhbatlashaman, vaziyatga qaraymiz deb aytib o'tdi. Menimcha o'sha jarohat deb raqibni chalg'itish ham bo'lishi mumkin. O'zaro uchrashuvlar va Interning Chempionlar Ligasida, ichki chempionatda so'nggi o'yinlarga e'tibor qaratdim. O'zini uyida qanday? Baribir raqamlar ko'p narsaga oydinlik kiritadi. Inter o'z uyida juda ham xavfli. O'z maydonida Milanga yutqazgan 2 marta. Endi Milan Inter menimcha uy safari degan narsa yo'q va Romaga yutqazgan. Qolgan uchrashuvlarda Chempionlar Ligasida ham, A Seriyada ham o'z maydonida asosiy ochkolarni qo'lga kiritadigan va natija qiladigan jamoa. Yana bitta statistika chiqdi, Chempionlar Ligasida o'z maydonida uchrashuvda nechtadir uchrashuvda meni yutqazmayotgan ekan. Keyin bu mavsumda 11 daqiqagina faqat ta'qibchi rolda bo'libdi. Inter shu payt shuncha o'yinlar bo'lgan bo'lsa, liga bosqichi, play-off o'yinlarida 11 daqiqagina ta'qibchi rolda bo'libdi. Kataloniyada Inter gol urdi, Barsa tenglashtirib oldi-yu. Baribir mezbonlik faktori bilan agar mana bu uchrashuvda ham, javob o'yinida ham Inter gol urib olsa, menimcha Barsada qiyin bo'ladi qaytish. Barsa tezroq gol urish kerak, Barsa yirikroq hisobni holatga keltirib olish lozim. Oxirigacha masalan kichik hisobda ushlab qolaman yoki ta'qibchi roliga tushib qolsa, Barsa ancha qiynaladi. 50-50 va seriyaga ham o'tib ketishi mumkin deb o'ylayman. Mana bu javob o'yini. Kichik ustunlikni Interga beraman. O'sha mezbonlik faktori. Chunki uy jamoasi Inter chindan. Bir hafta oldin kichik emasdi menimcha ustunligi. Kattaroqmi? Kattaroq bergandingiz-da. Ya baribir Barsagami? Yo, Interga. Interga katta ustunlik berganmi deysiz? Inter degandingiz-da, to'g'rimi? Inter degandim. Durang bo'lib qoldi-da. Yo'q, endi o'yin jihatidan chindan hozir eng yaxshi jamoa Barselona, lekin eng noqulay raqib Inter. Ha, noqulay. Albatta. Chunki Hammaga noqulayligi nimada? Hozir o'zi noqulayda 2x noqulay bo'lib ketyaptiki, o'sha ikkita qanoti ishdan chiqib va aksiga olib eng zo'r qanot himoyachilariga ega bo'lgan jamoa. O'sha qanot himoyachisi gol uryapti-da. Yo'q, futbolchi bo'ldik, eng yaxshi futbolchi bo'ldik, MVP bo'ldik-ku. Ikkita gol, assist. Hafta o'yinchisi bo'ldi. 6 ta aniq harakat qilibdi, 6 ta uzatma beribdi-yu. Hafta o'yinchisi ham bo'ldi. Dumfries Yana bo'lma o'sha Gerard Martin qanotida o'ynaydi-da, yana. O'shaning uchun nimadir qilish kerak. Di Markoni ko'rmadingmi? Di Marko unaqa Di Marko Yamalga yopish bilan ovora bo'ldi-da. Ha, hali Di Marko bu uchrashuvda ham hali o'zini juda zo'r zarbalari bor uni. Bitta qayerda o'qidim, italiyalik bittasi aytib chiqdi. Yamalni yopish yaribda yangicha yo'li bor dedi. Oldin o'sha eksperimentlar qilingan dedi. O'ng qanotda o'ynaydigan himoyachilar bor-ku, misol uchun Darmian bor, Darmianni olib turib o'sha Bastonini yoniga yoki Di Markoni o'rniga qo'yish kerak. Chunki Yamal chapaqay-ku, bu o'naqay. O'naqay futbolchini to'xtatish osonroq bo'lar ekanda. O'shani hisobga olib 2 ga 1, 3 ga 1 to'xtatish shart bo'lmaydi. Bitta o'naqay futbolchi bo'lsa chap qanotda. To'g'ri, u hujumni nima deydi, pasaytirib qo'yadi. Hujumga borish imkoniyati pasayadi chap qanotda Interda, lekin Yamalni to'xtatish osonlashadi. Himoyalanish pozitsiyasi o'zgaradi-da. Yamalga nisbatan joylashuv parallel emasda qarama-qarshi bo'ladi. O'tib ketish ehtimoli ham bo'ladi, lekin agar tutib olsa, o'sha o'yinni ushlab olsa, juda qiynaladi Yamal. Ya'ni doimiy kartinaga duch kelmaydi-da Yamal. Doim unga parallel ravishda bunday to'pga bunday qabul qilayotgan futbolchi emas, bunday qabul qilayotgan futbolchi bilan. O'zi Inzagi ham eng xavfsirayotgan raqib o'yinchisi Yamal. Yamalga alohida o'yinchi, bir necha o'yinchini qo'yishga majbur bo'ldim dedi. Oldin ham o'rgangandim, alohida tayyorgarlik ko'rdik, lekin maydondagi harakatlarini ko'rib qoyil qoldim dedi. Yamal haqiqatdan hal qilib qo'yish mumkin bo'lgan va menimcha bu javob o'yinida ham alohida futbolchilar qo'yiladi va alohida siz aytgandek ishlanmalar bo'ladi Yamalni to'xtatish borasida. Abror,
siz taxminingiz yetmadi? Qiyin o'yin, ikkalasi ham endi aniq berish qiyin. Faqat mezbonlik faktori Interga ko'proq yordam berishi mumkin. Chunki masalan birinchi o'yinda ham ko'rdik. Xuddi o'sha birinchi o'yin singari Inter ko'proq o'zi birinchi raqam ostiga o'tishga harakat qilsa, Barsa qiynaladi. Bu stadion masalan men Bavariyaga masalan Myunxendagi o'yinda yutqizgandan keyin San Siroda sal oson bo'lishi mumkin. Ya'ni bosimdan xoli kelib chiqib o'ynaydi desam, yo'q, mana birinchi gol urdi Bavariya, lekin Inter javob qaytaryapti. Inzagi shunaqa murabbiyki, o'zi kubok murabbiylari deyiladi-yu, qanaqadir bir jamoani ma'lum daqiqalar davomida dahshatli o'ynatib yuboradi. Chempionlar Ligasida ham shunaqada. Masalan, City bilan finalda ham shunaqa vaziyatlar bo'lgan. Ha, epizodlar ro'y beradi. Juda yaqin boradi darvozaga-da, ko'mib qo'yishi mumkin, qamab qo'yishi mumkin 16 metrlik maydon ichiga. Shu tomonlardan Barsaga qiyin bo'ladi, lekin Barsa umumiy mana shu mavsumda Flikni Barsasini ko'ryapmizki, standartlarni, biz o'rgangan narsalarni hammasini parchalab kelyapti. Ana shu buzib yuborishda bo'lib qolishi mumkin Barsada ham. Shuning uchun aniq bir narsa deyish qiyin. Bugun faqat o'yinni mazza qilib tomosha qilish kerak. Men ham o'zi Flikdan ham qandaydir yangilik kutyapman. Yangilik bo'lmasa qiyin. Chunki hozirgi o'sha bir hafta oldingi Barselonani taklif qilsa, Flik to'g'ri, yaxshi o'yin bo'lishi mumkin, ustunlik ham bo'lishi mumkin, lekin endi natija bermay qolishi mumkin. Shuning uchun nimadir boshqacha yurish qilish kerak bo'ladi menimcha. Katta o'yin, ancha katta o'yin. Xo'p, endi ikkinchi o'yinga ham qisqacha to'xtalib o'tamiz. PSG demak endi o'z maydonida Arsenaldan qabul qiladi. Xo'p, Arsenalda ham endi ayrim futbolchilar qaytadi, diskvalifikatsiyadagilar qaytadi, lekin baribir ko'pchilik Inter bilan Barselona o'yinidan ko'ra PSJning o'yinini PSJda imkoniyat yuqoriroq deb baholashmoqda. Lekin ayrim muxlislar aytishyapti, aksincha Arsenal endi safarda yo'qotadigan hech narsasi yo'q bo'lgan jamoa bo'lib, borini berib o'ynaydi deyotganlar ham bor. Bu o'yinga ham qisqacha taxminlar. Endi Arsenal gol urish kerak, bosim qilishi shart, lekin Arsenalda yarim himoya yaxshi-yu, lekin top hujumchisi yo'q. Bu pand bersa kerak. O'zi birinchi o'yinda ham umuman o'zi mana shu yarim finalda PSG navbatdagi bosqichga chiqsa kerak deb o'ylagandim. PSJdagi ijrochilar evaziga hozir ham mana shu fikrimda qolaman. PSG Arsenal kurashadi, lekin PSG finalda. Endi hozir PSG hisob bo'yicha ustun, kichik ustunlik PSJda, lekin Arsenaldan ham masalan yangilik ko'rib qolishimiz mumkin, chunki Arteta juda bir ilmiy yondashi, Gvardiolani ikkinchisi-ku, hamma narsani o'rganib chiqishi mumkin va bu yerda agar partiya qaytsa, birinchi o'rinda PSJga qiyin bo'ladi. Chunki Merino oldinga chiqadi. Merino yarim himoya zonasi vakili. U bekordan bekorga Arteta yarim himoyachilarni hujumga chiqarmaydi, chunki u pressingni yaxshi ko'radi. Va markaziy hujumda o'ynayotgan yarim himoyachi istalgan vaqtda pressingga qo'shilishi mumkin. Bu uning tabiatida bu. Shu uchun partiyani qaytishiga juda ko'p narsa bog'liq. Keyin o'sha Raysni ham qo'li yechiladi. Rays Realga qarshi uchrashuvlardan farqli bo'lganiga sabab u partiyani qisman vazifalarini bajarishga to'g'ri kelib qolgan. Siz aytganingiz-ku, qo'shilaman shu fikrga. Endi birinchi o'yin natijasi PSJga ustunlik beradi, lekin agar Enrike unaqa qiladi deb o'ylamayman. Shunaqa qilsa yutqizadi, ya'niki o'sha o'yin natijasi bilan maydonga tushadi. Shunaqa. Agar shuni ushlaymiz yoki shu farqni, balansni ushlab turamiz desa, PSG o'zining o'yinini qiladi oxir-oqibat. Arsenalda esa qaysidir nuqtada vabankka yurish kerak bo'lib qoladi deb o'ylayman. Ya'ni vabank degani hujum ham ishlaydi Arsenalni. Meni bilmaymiz, balki Arteta qandaydir gol urib olgandan keyin pragmatik bu uchrashuvda pragmatikani tanlagan, hisobga o'ynayman. Masalan, Arsenal ham urib olib turib penaltilargacha olib boraman degan jamoaga o'ynasa yutqizadi. Tavakkal qiladigan o'yin deb o'ylayman. Ikkalasini imkoniyati teng-ku, o'sha birinchi o'yin baribir 1-0 bo'lganiga, PSG ham mezbon bo'lganiga ozgina mana taxminim ustun. Keyin PSJda balkim minusiga ishlashi mumkin, chempion bo'lib oldi-yu, ancha erta. Va bu yog'iga qo'yib yubordi, ketma-ket mag'lubiyatlar. Arsenal ham qo'yib yubordi lekin. Oxirgi o'yinlarda ikkita qo'yib yuborganlar. Shu tomondan kelib chiqib, balki ta'sir qilishi mumkin. Endi yana bilmadim. Qo'yib yubormagan. Inter bilan Barsa. Rostdan ham ikkalasi ham ichki chempionatni yutqizdi. Arsenal Bournemouthga yutqizib qo'ydi, PSG Nitsaga yutqizib qo'ydi. Bir xil hisobda. Qiziq, bu tomondagilar zaxira nima deydi, imkoniyatlardan foydalanib, lekin yutishdi bitta to'p farqi bilan. Shu imkoni bor-da ularni. Bittasida hal bo'lgan, bittasi hech narsani hal qila olmaydi. Hozir umuman Chempionlar Ligasi tarixida yarim final bosqichida Inter yutqizmagan ekan. Yo'q, yarim finalda o'z maydonida yutqizib, keyingi bosqichga o'tgan jamoalar 12 ta bo'lgan ekan. Ya'ni umumiy Chempionlar Ligasi tarixida 12 marta shu voqea sodir bo'lgan, oxirgi marta Tottenhamda bo'lgan ekan. London jamoasi Ajax bilan bo'lgan o'yinda birinchi o'yinda yutqizib, safarda keyin yutib ketgan ekan. Juda kamyob voqealardan hisoblanar ekan. Shuning uchun Arsenal agar buni uddalasa, shubhasiz katta voqelikka erishgan bo'ladi.
Xo'p, Yevropa ligasiga ham manimcha vaqtimiz bor hali. U yerda ham deyarli finalchilar aniq bo'lib qoldi desak bo'ladi. Ingliz jamoalari birinchi o'yindagi g'alaba evaziga imkoniyatlarini ancha oshirishdi, ayniqsa United safarda 3-0 hisobida yutib keldi. Endi u yerda sabab ham bor, qizil kartochka va penalti birdan 2-0 holatida bir futbolchi kam bo'lib qolgan Atletik hech nima taklif qila olmay qoldi. Hatto to'psiz qoldirdi Manchester United va yirikroq hisobda ham yutishi mumkin edi. 3-0 dan tashqari. Shu afsuslanib qolishi mumkin. Vaqtimiz qisqa qolibdi, shuning uchun menimcha qisqa aytaman. Endi to'g'ri, final go'zal bo'lishi uchun Angliya jamoalari chiqishi kerak, meni nazarimda. Ko'ramiz. Buning uchun birinchi uchrashuvlar hamma narsani yaratib berdi. Ikkinchi o'yinlarda ham menimcha bu jamoalar o'zlariga kerak natijani qo'lga kiritishadi. Qo'shilaman. Siz ham qo'shilasiz. Biz ham qo'shilamiz, qadrli do'stlar. Demak, Yevrotur dasturi edi Eldor bu. qolib ketdi. Yo'q, Trendga almashib yubordi Eldor. Vaqt tugabdi. Eldor uchun xursandmiz. Navbatdagi assist, navbatdagi g'alaba uchun o'z hissasini qo'shdi va bu an'anaga aylanyapti. Albatta biz uchun faqat xursandmiz. Demak, Yevrotur dasturini futbol telekanalida kuzatishda davom eting deb qolamiz. Ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.